Assalomu alaykum hurmatli Empor Education'ning obunachilari, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boruvchi do'stlar. Bugun biz sizlar uchun bonus bir grammatik darsni taqdim etishni maqsad qilib qo'ydik. Xabaringiz bor, biz o'sha YouTube ijtimoiy tarmoqlarimizdagi o'sha kanallarimizda nemis tili grammatikasining ma'lum bir qismini onlayn tarzda o'tib qo'ygan edik va buni siz bizning Telegram kanalimizdan ham YouTube kanalimizdan ham topishingiz mumkin. Ammo bu darslarimiz ma'lum bir muddat, ma'lum bir sabablarga ko'ra to'xtalishga duch kelgan edi. Va bugun biz sizlar bilan bir boshqa bir kitobdan barchamiz uchun kerak bo'ladigan grammatik mavzu haqida gaplashib o'tamiz va umid qilamanki, bu mavzu sizlar uchun juda foydali bo'ladi. Agarda bu mavzumiz sizlar uchun foydali bo'lsa, qandaydir yangiliklarni, yangi bilimlarni o'rganib bo'lsangiz yoki o'zingizda bor bilimlarni yanada takomillashtirgan bo'lsangiz, biz bundan juda xursand bo'lamiz va albatta siz o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Agar bu mavzu sizga kerakli bo'lgan bo'lsa va kelasi mavzularni ham xuddi shu kitob bilan ishlash xohishingiz bo'lsa, albatta izohlardagi xabar va fikrlardan kelib chiqib biz balkim bu kitob bilan oxirigacha ishlashimiz mumkin. Ya'ni hamma mavzularni bir maketinlik bilan taqdir qilgancha ko'rib chiqamiz, xudo xohlasa. Shunday maqsadlarimiz ham bor. Bugun esa biz sizlar bilan Gebrauch der Tempora, ya'ni zamon va zamonni qo'llash mavzusini ko'rib chiqamiz. Bunda nafaqat bitta zamon, balkim nemis tilidagi barcha zamonlarni, ularning ko'rinishlari, qanday yasalishlari va qachon ishlatilish o'rinlari haqida barchasi haqida gapirib o'tamiz. Buning uchun bizga B-grammatik kitobi kerak bo'ladi va bu B-grammatikning yangi nashri, yangi chiqqan nashrdan bugun biz ushbu mavzuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bir kichik matn berilgan va shu matnni hozir sizlar bilan o'qib chiqib tahlil qilamiz va ayni shu matnda nemis tilidagi barcha bor zamonlar haqida gap ketgan. Die Reise nach Köln, Köln tomon sayohat. Familie Schmidt sitzt im Zug und fährt nach Köln. Schmidtlar oilasi poyezdda o'tirishibdi va ular Kölnga tomon borishyapti. Sitz, fährt bu presensda turibdi, ya'ni ular o'tirishibdi va Kölnga borishyapti. Ayni holat. Dort besucht Herr Schmidt morgen aus beruflichen Gründen eine Messe. U yerda deyapti Schmidt janoblari kasbiy sabablar o'laroq bir tadbirga ishtirok etadi, bir majlisga qatnashadi. Besucht morgen bilan kelyapti va bu yerda grammatik struktura bu presens, lekin gap maqsad jihatdan kelasi zamon. U ertaga kasb sabablarga ko'ra bir majlisga qatnashadi. Frau Schmidt war noch nie in Köln. Schmidt xonim hali biror marta Kölnda bo'lgan emas. War, sein Präteritum shakli o'tgan zamon. Deshalb wird sie zuerst den Kölner Dom besichtigen und danach mit ihrem Sohn Lukas in den Zoo gehen. Shu sababli u dast avval Kölner Domni borib ko'radi va undan so'ng o'zining Lukas o'g'li bilan hayvonot bog'iga boradi. Va bu yerda futur turibdi, futur bir kelasi zamonni ifodalab kelyapti. Das hat sie sich jedenfalls vorgenommen. Ya'ni bu unga har qanday holatda ham u bu narsani qabul qilgan, ya'ni shu narsani o'ziga reja qilib, plan qilib olgan. Der kleine Lukas hat sich auf die Reise riesig gefreut. Kichik Lukas deyapti, sayohatdan g'oyat xursand bo'ldi. Riesig o'zi ulkan, bahaybat, devqomat, gigant ma'nolarni beradi. Endi bu yerda g'oyat xursand bo'ldi muqobili, nihoyatda xursand bo'ldi muqobili bizga ko'chib o'tishi to'g'riroq bo'ladi. Nachdem Lukas seiner Oma von der Reise erzählt hatte, schenkte sie ihm ein Buch über Tiere. Sayohati haqida buvisiga gapirib bergandan so'ng Lukas unga hayvonlar haqidagi bir kitobni sovg'a qildi. Bu yerda birinchi gap erzählt hatte plusquamperfekt, ikkinchi gap schenkte preteritumda turibdi va bu yerda ayni plusquamperfektning missiyasi turibdi. O'tgan zamonda birinma-ketin, ketma-ket sodir bo'lgan ish harakatni ifodalashda bizga plusquamperfekt yordam berishi va uning sherigi bo'lib kelgan fe'l ikkinchi gap, ya'ni preteritumda turishi haqida gap ketgan. Hozir biz buni pastda yanada ko'rib o'tamiz. Das hat Lukas mit großem Interesse gelesen. Bu kitobni Lukas katta qiziqish bilan o'qigan. Bu perfekt. Das Kapitel über Giraffen mochte besonders, denn sie gehören zu seinen Lieblingstieren. Jirafalar haqidagi bo'limi unga
ayniqsa yoqqan, boshqacha yoqtiradi, chunki ular, ya'ni jirafalar uning yoqtirgan hayvonlari sirasiga kiradi. Die fast 6 Meter hohen Giraffen im Kölner Zoo werden Lukas wahrscheinlich sehr beeindrucken. Deyarli 6 metr balandlikda bo'lgan jirafalar deyapti. O'sha Kölner hayvonot bog'idagi jirafalar deyapti. Katta ehtimol Lukasga yaxshi ta'sirot, katta ta'sirot qoldiradi. Bu yerda Vermutung ketyapti. Qoldirsa kerak ma'nosida Futur 1ning yana bir missiyasi haqida gap ketgan va oxirgi gap, wenn Familie Schmidt wieder zu Hause ist, wird Lukas ein großes Abenteuer erlebt haben. Schmidtlar oilasi qaytib uyga kelishgan vaqtida Lukas deyapti katta sayohatni boshdan kechirgan bo'ladi. Bu yerda Futur 2 kelasi zamonda tugallangan ish harakatga nisbatan taxminni bildirishda ishlatilyapti. Hozir buni ham biz sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Ana shu kichik bir matnda barchasi haqida bor. Xo'p, endi ko'rib chiqamiz. Mit den Tempus formen kann man. Vaqt, zamon formalari bilan biz nimalarni ifodalay olishimiz mumkin? Vorgänge und Zustände in der Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit beschreiben. Ya'ni biz zamon formalari bilan hozirgi, kelasi hamda o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish, harakat holatlarini tasvirlashimiz mumkin. Gegenwart, ayni hozirgi zamon. Familie Schmidt sitzt im Zug und fährt nach Köln. Schmidtlar oilasi poyezdda turibdi va Kölnga tomon borishyapti. Ayni hozir ular poyezdda va borishyapti. Hozirgi zamon. Zukunft, kelajakni ifodalasa bo'ladi. Herr Schmidt besucht morgen eine Messe. Schmidt janoblari deyapti, ertaga bir majlisga qatnashadi, bir majlisga boradi. Aytganimdek, biz presence bilan kelasi zamonni ifodalashimiz ham mumkin. Ko'pincha vaqt birligi bilan morgen, masalan, nach 2 Tagen, nächste Monat shu kabi kelishi mumkin bu narsa. Frau Schmidt wird den Kölner Dom besichtigen yokida bu endi Futur 1 o'zi bilan kelajak, kelasi zamon ifodalanyapti. Ya'ni Schmidt xonim Kölner Domni borib ko'radi. Vergangenheit, o'tgan zamon. Frau Schmidt war noch nie in Köln. Ya'ni Schmidt xonim hali Kölnda bo'lgan emas, biror marta Kölnda bo'lgan emas. Präteritum, der kleine Lukas hat sich auf die Reise riesig gefreut. Ya'ni kichik Lukas deyapti, sayohatdan g'oyat xursand bo'ldi, g'oyat quvondi. Bu perfekt o'tgan zamonda turibdi. Zeitliche Abläufe schildern. Nachdem Lukas seiner Oma von der Reise erzählt hatte, schenkte sie ihm ein Buch über Tiere. Ya'ni bu yerda vaqt bilan vaqtda sodir bo'lgan ketma-ketlikni ifodalayapti. Jarayonni bevosita taqsim ko'rsatib beryapti. Ya'ni Lukas o'zining sayohati haqida buvisiga gapirib bergandan so'ng hayvonlar haqida bir kitobni berdi. Ya'ni sayohati haqida gapirib berdi, undan so'ng kitob sovg'a qildi. Ya'ni bu yerda jarayonni, vaqt bilan bog'liq bo'lgan jarayonni ham ifodalashda biz ishlatishimiz mumkin ekan. Bizga shunda zamon kerak ekan. Eine Absicht formulieren. Frau Schmidt wird den Kölner Dom besichtigen und mit Lukas in den Zoo gehen. Siehe Zukunft. Ya'ni bu yerda kelasi zamonda bo'lishi mumkin kutilayotgan voqea hodisani ifodalashda ishlatilyapti. Ya'ni Frau Schmidt Kölner Domni borib ko'radi va Lukas bilan hayvonot bog'iga boradi. Endi boradi. Bu hali planlashtirilyapti, maqsadlashtirilyapti. Bu shunchaki oldindan reja qilinayotgan narsa va eine Vermutung ausdrücken. Bu yerda endi taxminni bildirish. Die Giraffen im Zoo werden Lukas sehr beeindrucken. Hayvonot bog'idagi jirafalar deyapti, Lukasga katta ta'sirot qoldirsa kerak. Werden plus infinitiv Futur 1ning yana bir missiyasi bor edi. Bu haqda biz oldingi video darslarda ham aytgandek, topishingiz mumkin. Ya'ni biz Futur 1 bilan taxminimizni bildirishimiz mumkin. Okay, Übersicht über die Tempus formen. Bu yerda endi umumiy zamonlarning ko'rinishi presence, sie fährt, besucht. Präteritum, sie fuhr, besuchte. Ya'ni kuchli fe'lda sie fuhr, kuchsiz fe'lda besuchte turibdi. Ya'ni bularni har bir haqida keyinchalik gapirib o'tgan kitobda biz ham Xudo xohlasa keyingi darslarimizda sizlardan talab va takliflar tushsa har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Perfekt, sie ist gefahren, hat besucht. Ya'ni haben sein yordamchilarining biri presence tagiga moslanib keladi va gap oxirida fe'lning
partizip zweischaklida turadi, verb zweischaklida. Plusquamperfekt sie war gefahren oder hatte besucht. Plusquamperfektning formulasi esa haben sein dan biri preteritumga egaga mos tuslanib keladi va asosiy fe'lning partizip zweishakli bu ham gap oxirida boradi. Futur bir sie wird fahren, wird besuchen. Ya'ni werden fe'limiz presence'da tuslanib keladi, asosiy fe'limiz gap oxirida infinitiv shaklda turadi. Futur 2 sie wird gefahren sein, wird besucht haben. Bu ham unchalik qiyin emas, oson. Ya'ni werden egaga mos presence'da tuslanadi. Gap oxirida esa partizip shva asosiy fe'limizning partizip shva shakli turadi va o'sha asosiy fe'limiz sein bo'lsa sein, haben bo'lsa haben infinitiv shaklda keladi. Fahren masalan harakatni ifodalovchi fe'l perfektda ham, plusquamperfektda ham sein bilan ishlatiladimi? Futur shvada ham sein holida gap oxirida keladi. Olib qarasangiz, oddiy wird gefahren o'zi passiv. Wird gefahren passiv yoki wird besucht passiv. Shunga faqat sein haben yordamchi fe'li kelib futur 2 ni yasaydi. Bu haqida ham xudo xolasa sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Keyingi darslarda alohida. Keyingi betda nima turibdi? Keyingi betda verben tempora gebrauch endi ishlatilishi, qaysi zamonni biz qanday holatlarda ishlata olishimiz haqida gapirib o'tamiz. Die Beziehung zwischen Zeit und Tempusformen. Vaqt va zamon formalari o'rtasidagi munosabat. Ba'zan biz bilgan zamon, biz bilgan vaqtni ifodalamay qolishi mumkin. Die grammatischen Tempusformen entsprechen im Deutschen nicht immer der Aktionszeit. Aytganimdek, nemis grammatikasida turgan bu zamon formalari doim ham holat, vaziyat kechib o'tayotgan vaqtga teng kelmaydi. Xuddi present hozirgi zamon, lekin biz u bilan kelasi zamonni ifodalashimiz mumkin. Yoki xuddi shunday perfect bilan plusquamperfekt bilan ham kelasi zamonni ifodalashimiz mumkin. Shu haqida endi gapirib o'tamiz. Aktionszeit, ya'ni bo'lib o'tayotgan ish harakat, Gegenwart, ayni hozirda bo'lib o'tayotgan ish harakat. Tempus endi zamonlar, presens, Beispielsatz. Wir fahren heute nach Köln. Sprachliche Handlung endi ma'nosi übergegen wertige Ereignisse berichten. Biz deyapti bugun Kölnga boramiz. Ayni hozirda sodir bo'layotgan, sodir bo'ladigan voqea hodisalarni ifodalashda yoki futur bir. Wo ist Tom? Tom qayerda? Wird noch im Stau stehen. Tom qayerda? U hali ham tirbandlikda bo'lsa kerak. Vermutungen über ein gegenwärtiges Geschehen ausdrücken. Ya'ni ayni hozirda sodir bo'layotgan ish harakatga nisbatan taxminni bildiradi. Ba'zan hamma kelgan Tom yo'q. Sizdan so'rayapman, Tom qayerda? Nechun u kelmadi? Keyin aytyapsiz, u hali ham tirbandlikda qolib turgan bo'lsa kerak, tirbandlikda bo'lsa kerak degan taxminni bildirmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunday biz bilgan o'sha futur bir bilan berasiz va bunda bu endi kelasi zamon emas, bu ya'ni tirbandlikda qoladi emas, tirbandlikda bo'lsa kerak tarzda tarjima qiladi. Demak, futur birni bu missiyasi bor. Shuning uchun buni alohida qilib beryaptiki, shunchaki faqat kelasi zamoni bilan cheklanib qolmanglar deb. Keyingisi endi Zukunft, kelajakda sodir bo'ladigan ish harakatni ifodalash uchun qaysi zamonlar bizga kerak bo'lishi mumkin? Birinchisi presens. Herr Schmidt besucht morgen eine Messe. Schmidt janoblari ertaga bir majlisga ishtirok etadi, boradi, tashrif buyuradi. Über ein zukünftiges Geschehen sprechen, oft mit einer Zeitangabe. Ya'ni grammatik struktura jihatdan gap presensda turibdi, lekin kelasi zamonni ifodalovchi ma'lum bir so'z bilan biz kelajakni ifodalashimiz mumkin. Ertaga, 2 kundan keyin, kelasi oy, kelasi yil, 3 yildan keyin, 4 oydan keyin. Ya'ni ko'pincha deyapti bir ma'lum bir vaqt birligi bilan. Shunchaki Herr Schmidt besucht eine Messe desangiz ham kontekstdan kelib chiqib, masalan, suhbat davomida hozir emas, 5 daqiqadan keyin yoki 1 soatdan keyin tushunishi mumkin. Lekin morgen yoki aniq 2 soatdan keyin, 3 oydan keyin, 2 kundan keyin degan aniq bir vaqt birligini bersangiz, bu konkretlashib kelar ekan. Futur bir, bu tabiiy futurni, biz biladigan shu futurni kelasi zamonda kelishi. Frau Schmidt wird den Kölner Dom besichtigen, eine Absicht bzw. ein Vorhaben ausdrücken. Frau Schmidt, ya'ni Schmidt xonim deyapti, Kölner Domni borib ko'radi. Bunda ko'pincha o'sha planlashtirib, maqsad qilib qo'ygan narsasi kelajakda, ya'ni hozir u poyezdda 2 kundan keyin Germaniyada bo'ladi, Kölnda bo'ladi va o'shanda Kölnda kelgan vaqtida Kölner Domni borib ko'radi. Bo'z plan qilib qo'yapti, Vorhaben, ya'ni kim. Die Erdbevölkerung wird zunehmen.
Erwartet es zukünftiges Geschehen oder Visionen, Prophezeiungen beschreiben. Ya'ni kutilayotgan taxminlarni berish. Yer aholisi masalan ko'payishi kutilyapti, ko'payishi mumkin, kamayishi kutilyapti, tug'ilishlar soni ko'payishi mumkin, kamayishi mumkin, xuddi shu tarzda. Ya'ni biz farazlarimizni kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarga nisbatan taxminimizni bildirsak ham bizga futur kerak ekan. Die Giraffen werden Lukas sehr beeindrucken. Eine Vermutung über zukünftiges Geschehen formulieren. Kelajakda bo'lib o'tadigan, kelajakda sodir bo'ladigan ish harakatga nisbatan taxminimizni bildirishga ham bizga futur bir kerak ekan. Ya'ni jirafalar Lukasda katta taassurot qoldirsa kerak deymiz-ku, qoldiradi, katta ehtimol deymiz-ku, taxmin qoldirsa kerak. Xuddi o'sha narsani ham biz futur bir bilan beramiz. Endi futur 2. Lukas wird ein großes Abenteuer erlebt haben. Eine Vermutung, eine Prophezeiung über ein Geschehen ausdrücken, das zu einem zukünftigen Zeitpunkt abgeschlossen ist. Ya'ni kelasi zamonda bo'lib o'tib tugallangan ishga nisbatan taxminni bildiradi. Lukas uyga kelgandan keyin katta bir sayohatni boshidan o'tkazgan bo'lsa kerak. Ya'ni biz hali Samarqandga bormabmiz. Shunchaki uni maqsadini, planini chizib o'tiryapmiz. Masalan, oyim dadamga aytishi mumkin, Samarqandda bu ishlarni qilamiz deganda keyin otam aytadiki, "Ha, Samarqandga borib kelgandan keyin katta taassurotlar qolsa kerak. Ya'ni shuncha ishni reja qilyapmiz, shuncha zo'r narsalarni plan qilyapmiz. Shu kelgan vaqtimiz juda ham bir katta taassurotga ega bo'lsak kerak. Ya'ni biz Samarqand boramiz, sayohatimiz tugaydi, tugallanadi. O'sha tugallangan vaqtda bizning emotsiyamiz qanday bo'lishi mumkinligi haqida taxminni biz futur 2 bilan berishimiz mumkin ekan. Keyingisi Vergangenheit. Endi bu o'tgan zamon, o'tmishni qanday ifodalashimiz mumkin? Perfect, Präteritum Plusquamperfekt bizda nemis tilida 3 ta o'tgan zamon bor va bular qachon ishlatilishi haqida gapirib o'tgan. Ich habe den Bericht schon gelesen. Lukas hat sich auf die Reise gefreut. Über vergangene Ereignisse berichten, vor allem in der mündlichen Kommunikation und in schriftlichen Texten wie E-Mails oder persönlichen Berichten. O'zi perfektni biz qachon ishlatilardik? O'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish harakatlarini ifodalash uchun va o'shanda ham og'zaki muloqotda, yozma muloqotda qachon kunlik yozishmalarimizda bu email bo'ladimi, SMSlar bo'ladimi, chatlarimiz bo'ladimi? Ya'ni kunlik hayotimizda xoh og'zaki, xoh yozma bo'lsin, kunlik hayotimizda o'tgan zamonni biz perfektda beramiz. Odatda Präteritum, der Minister gab ein Interview, der Frau Schmidt war noch nie in Köln. Das Kapitel über die Giraffen mochte Lukas besonders. Über vergangene Ereignisse berichten, vor allem schriftlich in formellen und literarischen Texten sowie bei bestimmten Verben, zum Beispiel Modalverben oder haben und sein. Ya'ni biz bundan ham oldin Präteritum bilan perfektni farqlab bergandik. Präteritum bu o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish harakat, voqea hodisalarni xabar berishda o'shanda ham yozma, rasmiy va adabiy uslublarda, roman, hikoya, ertak, jurnalistik maqolalarda, muxbirlarning maqolalarida preteritum ishlatiladi va maxsus preteritumda kelishi to'g'ri bo'ladigan fe'llarimiz bu modal fe'llarimiz, haben, sein hamda werden fe'llarimiz ham o'tgan zamonda preteritumda kelishi odat tusga aylangan nemis grammatikasida shunday turadi va hayotda ham xuddi shunday tatbiq etiladi. Xo'p, Plusquamperfekt qanday o'tgan zamon? Nachdem Lukas seiner Oma von seiner Reise erzählt hatte, schenkte sie ihm ein Buch über in der Vergangenheit hintereinander stattfindete Ereignisse berichten. Ya'ni o'tgan zamonda birinma-ketin sodir bo'lgan ish harakatini ifodalash uchun. Ya'ni Lukas buvisiga sayohat haqida gapirib bergandan keyin unga hayvonlar haqida kitob sovg'a qildi. Avval sayohat haqida gapirib beradi, keyin kitob sovg'a qiladi. Sayohat haqida gapirib bergani, so'ng kitob sovg'a qilgani. Ikkita holat, ikkita voqea birinma-ketin kelyapti, bir-biri bilan bog'liq, birisidan keyin ikkinchisi sodir bo'lyapti. Bunday holatlarda biz Plusquamperfektni ishlatar ekanmiz. Xulosalanadigan bo'lsak, perfekt bu odatiy kunimizda odatda ishlatiladigan o'tgan zamon. Preteritum bu modal fe'llar haben, sein, werden uchun ishlatiladi va
kitoblarda, jurnalistik maqolalarda, ertak hikoya romanlarda, ya'ni adabiy uslubda bu ishlatiladigan zamon. Chunki ixcham va konkret bo'ladi. Qonun qarorlarda, ertaklarda, uzun matnlarda, demak, tabiiyki, preteritumda kelishi tushunishni oson qiladi. Kitob o'qigan odam ikki qatorda turgan gap oxirida partisipiy turadi, uni birinchi qatorda habin yoki zan turadi, u qaysi fe'l edi, nima edi deb chalg'ib qolmaydi. Shuning uchun ixchamgina ko'rinishda preteritum buni bizga yasab beradi. Plusquamperfekt aytganimdek, o'tgan zamonda bo'lib o'tgan voqealarni, bir necha voqealarni, birinma-ketin sodir bo'lgan bir necha voqealarni ifodalashda ishlatilar ekan. Keyingisi Zeitstufen unabhängig, ya'ni vaqtga tobe bo'lmagan, vaqt ajratmaydigan, vaqtga bog'liq bo'lmagan narsalar. Bunda presence bo'ladi. Der Abstand der Erde zum Mond beträgt 365.000 Kilometer über allgemein gültiges Berichten. Ya'ni bu vaqt tanlamaydi. Umum gaplarda yer bilan Oyning o'rtasidagi masofa 365.000 kilometrni tashkil etadi. Bu hozir ham shu, keyin ham shu, avval ham shunday edi. Ya'ni bu vaqt bildirmaydi. O'zbekistonning poytaxti Toshkent, hozir ham Toshkent, keyin ham Toshkent bo'ladi. Ya'ni bu vaqt bilan bog'liq bo'lmagan. Masalan, xuddi shunday narsalarda, ya'ni vaqtga bog'liq bo'lmagan, vaqtdan mustaqil bo'lgan, tobe bo'lmagan holatlarda ham demak, nima ishlatilar ekan? Present zamonida shu narsani berishimiz mumkin ekan. Ikki dona sahifada biz sizlar bilan nemis tilidagi bor zamonlar va ularning qo'llanilishi haqidagi boshlang'ich ma'lumotlarga ega bo'ldik. Umid qilamanki, kimlar uchundir bu yangilik bo'ldi, kimlar uchundir bu takrorlash bo'ldi. Har qanday holatda ham sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agarda bu kitob bilan yana barcha grammatik mavzularni, o'z bu kitob 287 bet, xo'p keling 280 bet desak ham, u yoq bu yoq barcha mavzular berilgan. Agarda siz keyingi mavzularni ham shu kitob bo'yicha onlayn darslarimizni kuzatmoqchi bo'lsangiz, izohlarda fikringizni qoldiring yoki umuman qaysidir mavzuda qiynayotgan bo'lsa, talabga ko'ra shu mavzuni olib chiqishimiz ham mumkin. Biz deyarli nemis tilidagi grammatik mavzularni yarmini joylaganmiz, lekin undagi ko'rinishlar, undagi reaksiyalar hali biz kutgandek emas. Shuning uchun biz keyingi mavzularni to'xtatib qo'yganmiz. Chunki biz bilmaymiz talab bo'lyaptimi, yo'qmi, kim ko'ryapti, kim ko'rmayapti. Ko'rishlar soni, ko'rishlar vaqtini ham tahlil qilyapmiz. 1 soatlik darsni maksimum 2-3 daqiqasi ko'rilgan, u yo'g'i ko'rilmagan. Yoki siz olasiz, o'rtasiga qo'yasiz, 2 minut eshitasiz, chiqib ketasiz, yoki shunga o'xshagan narsa. Ya'ni biz talabga mos kelib ish tutishni to'g'ri deb bildik. Agarda sizda grammatik mavzularning qaysi biridir yoki umumiy barchasi onlayn tarzda o'tilishi kerak bo'lsa, xohlasangiz izohlarda sizdan faollik kutamiz. Do'stlaringizga videoni ulashing, ular ham bu mavzuni o'rganishsin, o'rganganlariga takror bo'lishi mumkin. Albatta, ilm hech qachon ortiqchalik qilmaydi. Shunday ekan, nemis tilini Empor Education'da o'rganishda davom etamiz.